ikkita varaqni. Yoki o'rtaga qavatda. Bo'lmasa shu qavatdan o'tdi deysizlar, shundan chiqadi. Qolgani esa o'rta guruh arteriyalari, venalari esa mana musculus obliquus intimus abdominis bilan musculus transversus abdominis orasida yog' bor. Shuni orasida o'tganlar. Tushunarmi? O'rta guruh nervlar, arteriyalar, venalar. Chuqurroq esa fascia enda abdominalis bilan qorin parchaning parental varog'ning orasida ham yog' borligi tushundim. Hozir mana shuni tushuntiraman. Venalar. Qarang, mana bu yuqori qavat vena, vena qavat superior. Pastga tushadigan past qavat vena keladi. Bular o'zaro tutashgan. Bitta qon tomiri yolg'iz keladi. Endi bitta narsani tushuninglar. Mana shu qon tomirlarimiz qo'shimcha yordamchi venalar orqali aylanma yo'llar orqali bog'lansa, qavat anastomoz deydi. Tushunarlimi? O'zlari tutashgan, lekin uni yana aylanma yo'llar orqali bog'lanishi. Mana qaranglar, pastdan kelamiz va yuqoridan. Yana noto'g'ri tushunmaydi. Men gapirganda qon oqimini yuqoridan pastga gapiraman. Borishini esa pressiyasi pastdan yuqoridan. Masalan, talabalar tushunmaydi, venaki bu teskari ketyapti. Qon oqishi farqi yo'q. Men oqishida yo'lda bu yoqqa ketamiz. Lekin pressiyasini tushuntirganda pastdan yuqoriga ketish kerak. Tushunarmi? Qarang, vena cava inferior pastga 4-bel umurtqasi kelgandan keyin bifurkatsiyaga o'tadi. Ikkiga bo'linadi. Ikkita shox chiqadi. Vena iliaca conis dextra sensor. Va bu dextramiz bo'yicha ketaylik, o'ng yonbosh vena. Va bu ham ikkita shox chiqaradi. Vena iliaca externa, tashqi va intern. Tashqisi bizga keladi. Mana tashqisi keladida son arteriyasini hosil qiladi, venasini hosil qiladi. Vena femoralis. To'g'ri? Vena femoralisda esingizda oyoq mavzusida vena safina magna chiqadi. Oyoq son sohasida yuza joylashgan vena. Sizlar shu yerga funksiya seroblashtirasiz. Mana shunda nima qon tomiri chiqyapti? Qaysi qon tomiri ekan? Vena epigastrica superficialis bo'lyapti. Qaysi qavatdan o'tadi? Yuza parchalarining bitta varaqasi. Tushunarmi? Pressiyasi qanaqa kindikka qarab ketadi. Mana. Mana kindikka. Buni sherigi yuqoridan keladi. Tushundingizmi? Qayerdan keladi? Vena cava superior. Bundan chiqadi vena brachycephalica, bundan chiqadi vena subclavian, bundan chiqadi esa vena axillaris. Vena axillarisda qaysi tarmoq kelyapti? Mana bu yerda thorax epigastrica deydi. To'g'rimi? Yuqoridan keladi. Bular uchrashuv nuqtasi qayerda ekan? Kindik. Kindik ikkalasi ham yetib kelib, to'rt hosil qiladi anastomoz. Demak, bu yuza venalarning anastomoz turi deydi. Qorin devorida. Tushunarlimi? Endi chuqurini aytamiz. Chuquri qayerdan chiqyapti? Vena iliaca externadan, vena epigastrica inferior chiqyapti. Ikkinchisi. Qaysi qavatdan o'tyapti? Fascia enda abdominalis bilan qorin parchaning parental varog'ining orasidan. Bu chuqur joylashgan. Bu mana bu yoqdan keladi. Chiqarida bu ham kindikka qarab yo'naladi. Buni sherigi esa vena cava superiordan keladi yana. Boyagi yo'nalishda keladida vena epigastrica superior. Tushunarmi? Bular kindikka yana qo'shilishadi anastomoz. Mana shu aylanma yo'l orqali past qavat venani yuqori qavat venani bog'lanishi bilan deyiladi. Cava anastomoz deyiladi. Jigar serozini portal hipertenziyasi tushunish uchun kerak. Endi porta kaval qachon nomlanadi? Porta kaval bo'lish uchun eng chuqur joylashgan portal vena, ya'ni jigarning eng katta venasi bilan qanot keladi. Ana shu bilan bog'lansa, kindik atrofidagi yuzar va chuqur vena. Bu nima deydi ekan? Portal kaval. Qarang, portal vena bilan bog'lanyapti. Para umbilical venada bor. Chaqaloqlikda bolada o'sha vazifasini bajaradigan bo'ylam bor edi. Ligamentum teres hepatica. Kindikdan jigarga yo'naladi. Shuni atrofidan keladigan venalar bor. Nima deyiladi? Para umbilical venada. Bu vena portal venadan chiqqanida to'g'ri nimaga boryapti? Kindik atrofidagi boyagi anastomozga borib bu yo'nalish nima deyiladi? Porta kaval anastomoz. Endi jigar o'z vazifasini bajarolmay qoldi, seroz bo'ldi. Ya'ni qon kelyapti, lekin kirmayapti. Mana bu yerda portal eng katta venada nima bo'ladi? Dimlanish bo'ladi. Qon kelyapti, jigarga kirmayapti. Jigar отказ qilyapti, kiritmayapti. Dimlanish bo'lgandan keyin o'ziga yo'l topish kerakmi? Masalan, shlankasini bir uchini qisib qo'ysangiz, suv keladi, napor bilan siqib o'tsangiz nima bo'ladi? Hech bo'lmasa teshib, yorib chiqib ketadi. Bu ham o'zidan yo'lni nima qiladi? Kichik diametrli qon tomirlardan qiladi. Bular kichik diametr kalibrda boyagi vena. Kichik diametrli qon tomirlarda katta miqdorda qon oqsa nima bo'ladi? Kengayadimi? Ya'ni qon bahorga sel kelganda qayerga oqadi? Kindik atrofidagi yuzar venalarga qarab oqadi. Mana bu yerda ko'rinmaydigan venalar. Va ularga kam miqdorda qon oqayotganimiz, ya'ni ko'p miqdorda qon oqadi. Diametr kattalashadi. Va yuzaga chiqib qoladi yerda. Buni sizlar videoda boshlaysiz. Endi ozroq qon keladi jigarga. Bu ham sababi. Bu yerdagi portal vena toq a'zolaridan vena oladi. Masalan, oshqozon, toq a'zolaridan keladi. Qizilungacha ham parmoq berilgan. Qizilungasi abdominal qismida chigar hosil bo'lgan vena.
Bu yerga ham qon ko'p bo'ladi, katta miqdorda. Va o'sha atrofda qon ishlanadi. Bu og'izdan nima bo'ladi qon ko'rinishi. Demak, mana shunaqa qilib topografiya masalasi sizlarga faqat bittadan tushuntiradi. Buni tushundinglarmi?